Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi kun tartibida bo'layotgan xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlar uchun guvohlik berish yig'ini ochildi. Erkin Asiya Radiosu'nun xabarida bildirilishicha, Sharq Turkistondagi siyosiy bostirishning barg'ansiri yuqori pallaga chiqishi o'z navbatida Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarini bu masalani maxsus muzokara qilishga undamoqda. Shuningdek, navbatda bu xil zulmatning yolg'iz Uyg'urlar masalasi bo'lishdan xalqib, allaqachon dunyo tartibiga yangidan tahdid bo'layotganligi haqida fikrlar o'ttirg'a chiqmoqda. Ana shularning biri 26 iyul kuni Amerika Davlat Majlisiga qarashli Xitoy ishlari komiteti sohibxonligida chaqirilgan Uyg'urlar diyoridagi bostirish va zo'r ko'lamli tutqun bosh tema qilingan maxsus temadagi guvohlik berish yig'ini bo'ldi. Yig'inda oldi bilan mazkur komitetning raisi, Amerika Kengash palatasining a'zosi, 2016 yildagi Amerika prezidentlik saylamining kandidatlaridan biri Marco Rubio so'z oldi. U so'zining davomida navbatda Xitoy kompartiyasining davlat hokimiyati bo'lish sifati bilan Uyg'urlarning barliq haq-huquqlarini dafsanda qilayotganligini, bu xalqning navbatda Xitoy rejimining vahshiyona va sistemalik bo'lgan hujumida dunyodagi eng ichinishli taqdirga giribtor bo'layotganligini eslatib o'tdi. U so'zining davomida Amerika hukumatiga taklif tariqasida sunilgan yer shari Magnitskiy qonunni Uyg'urlar diyoridagi bir qism amaldorlarga, jumladan 2016 yili Uyg'ur avtonom rayoniga partiya sekretari bo'lib tayinlangan Chun Kuanggo'ga tatbiqlashning jiddiy muzokara bosqichida ketayotganligini ta'kidladi. U shuningdek Sharq Turkistonning umumiy ahvolini tushuntirib, hozirga qadar Sharq Turkistonda 1 milliondan ortiq Uyg'urning mustahkam turmush shaklidagi o'g'inish markazlariga qamalganligini va ig'ir qiynoqlarga duch kelayotganligini, sharoiti to'liq nachar bo'lgan bu joylarda o'lim voqealarining ko'plab ma'lum bo'layotganligini, shuningdek hayot qolganlarning eng aqalli hayotlik sharoitidan mahrum bo'layotganligini, ammo sun'iy hamrohdan tortilgan suratlar bu lagerlarni shuncha aniq ko'rsatib tursimi, Xitoy rejimining bu ahvolni izchil inkor qilib kelayotganligini, navbatda lagerlarga so'lanmay qolganlarning o'ylariga Xitoy kadrlarining tuqqan bo'lish nomida berib yetib olishga boshlaganligini so'zlab o'tdi. Palata a'zosi Marco Rubio navbatda Uyg'urlar siyosiy, iqtisod, din va madaniyat sohasida duch kelayotgan qatma-qat zulmlarni umumlashtirib qaraganda, bu ahvolni Shimoliy Koreyadagiga to'liq o'xshaydigan soqchi davlati yoki Janubiy Afrikadagi irqiy ayrimchilik markaz qilingan apartheid tuzumiga o'xshatishga bo'ladiganligini ta'kidladi. Keyin Amerikaning iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq elchisi Kelli Kurri xonim so'z oldi. U navbatda Sharq Turkistonda avjiga chiqqan siyosiy va diniy masalalarga bog'lab Uyg'urlarni bostirishning tarixdagi eng yuqori pallaga chiqqanligini, Uyg'urlarning madaniyat haqlarining tamom qo'ldan ketganligini, hozir Uyg'urlarni bostirishning har qachon terrorlik bilan bog'lanib tasvirlanayotganligini, eng yaqinda ma'lum bo'lgandek, hatto tarbiyalash markazlarida o'lib ketgan kishilarning xabarini ololmaslikdek fojianing Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dulqin Aysoning beshiga kelganligidek ko'plagan jonliq va amaliy misollar bilan tafsiliy tushuntirdi. 2 soatdan ko'proq davom qilgan bu qatimqi guvohlik berish yig'inining ikkinchi bosqichida oldi bilan Amerika Avom palatasining a'zosi Christopher Simmons nuqtali qilib, yer shari Magnitskiy qonuni haqida so'z qildi. U bu qonunning ijro qilinishiga doir ba'zi amaliy misollar qatorida Belarusiyadagi diktator Lukashenkoning inson haqlari dafsandichiligi uchun jazoga tortilganligini bayon qilgach, bu qonunning haqiqatan muhim rollarga ega ekanligini, shu sababdan buni Uyg'urlar duch kelayotgan qabohatli qirg'inchilikqa javobgar kishilarga tatbiqlashni qo'llaydiganligini bildirdi. Shuningdek, keyin ikkinchi guruhdagi guvohchilardan Erkin Asiya Radiosu'ning muxbiri Gulchehra xonim o'zining shaxsiy kechirmishlariga birlashtirgan holda o'zining Amerikadagi xizmati uchun Urumchi va G'ulji qatorliq joylardagi necha o'nlagan tuqqanlarining, jumladan ota-onasi va inisining yig'ib olish markazlariga elib ketilganligini hamda shu yo'sinda navbatda qamalayotgan 1 milliondan oshiq Uyg'ur tutqunlar qatoriga qo'shilib ketganligini bayon qildi. U so'zining davomida navbatda diktatorlik asosidagi Xitoy rejimining Uyg'urlarga qaratgan zulmini, tashqi dunyoga oshkorlayotgan har qanday faoliyatni ig'ir jinoyat deb qarayotganligini, shu sababdan o'ziga o'xshash qismatga duch kelayotgan kishilarning ko'payayotganligini, ammo buninglik bilan Uyg'urlar diyorida nimalarning bo'layotganligi haqida dunyoga haqni yetkazishdek majburiyatdan voz kechmaydiganligini, buningda ko'plagan mushkulotlarga duch kelsimi, o'zining to'xtab qolmaydiganligini ta'kidladi. Shuningdek, Rayan Sam bu xil tarbiyalash markazlarining asosiy jihatdan qo'rqitish va majburlash shaklini qo'llanishi orqali
Uyg'urlarning fikr qilish uslubini butunlay o'zgartirib chiqishni oxirgi maqsad qilayotganligini, shuningdek ko'plagan Xitoy amaldorlarining mushundaq qilg'ili bo'ludi deb qarayotganligini, ammo buningda bir qism kishilarning, bo'libmi 20 yosh bilan 40 yosh orasidagi kishilarning nuqtaliq yo'qotish nishoni bo'layotganligini, garchi hozirgi uchurlar son jihatdan ancha ko'p bo'lmagan qiynoq va o'lim voqealarining o'ttirg'i chiqayotganligini ko'rsatsimi, buningdagi eng qo'rqinchli bo'lgan zo'r ko'lamli qirg'in shaklining hozircha ko'rilmaganligini, ammo oxirgi yo'sinda bunda qirg'inning o'ttirg'i chiqishini kontrol qilishning hozircha mumkin emasligini bildirdi. Arqadan Amerikada chiqadigan Xitoy arxivlari jurnalining oliy muharriri Jessica Beki so'z oldi. U hozirgi vaqtda Xitoy rejimining shuncha zo'r sondagi Uyg'urlar qamalgan bu joylarni o'g'inish markazi, o'zgarish markazi degandek chiroyli nomlar bilan atab olgan bilan bu joyga qamalganlarning qabohat ichida yashayotganligini, ammo ba'zi mutaxassislarning bu markazlarga nishonliq bo'lgan milliy va diniy tartibga mansub Uyg'urlarning qamalganligiga qarab, bu joylarni 2 dunyo urushidagiga o'xshash yig'ib olish lageri deb atayotganligini, shunga Amerika hukumatining bir holatidagi bu bishoratlarga astoydil muomala qilishi lozimligini, bo'lmasa buningdanmi dahshatli bo'lgan oqibatning o'ttirg'i chiqishi mumkinligini ta'kidladi. U so'zining oxirida Amerika hukumatiga Uyg'urlar diyoridagi inson haqlari masalasini oddiy masala qatorida qaramaslik, bir qism musulmon allari bilan aloqada bo'lib, Xitoyga umumyuzlik besim paydo qilish, Xitoy rejimining terrorlikqa qarshi turish nomidagi yolg'on yovdaqlarga aldinib qolmaslik, Amerikaga yoki boshqa joylarga qochib chiqqan Uyg'urlarga qo'lidan keladigan yordamni ayamaslik degandek bir necha taklifni sundi. Shundaqla inson haqlari dafsandichiligiga sukut qilishimizni betaraf turganlik deb o'ylash bir turlik xatolik. Har qatim mushundaq qilsak, Xitoyning xo'rikini texmi o'stirib, inson haqlarining qurbonlarini ko'paytirib olamiz dedi. Oxirida Kengash palata a'zosi Marko Rubio guvohchilardan savollar so'radi. Shuningdek, Sharq Turkistonda yuz berayotgan bu hodisalarni haqiqatanmi ushoq masalalar qatorida o'ylashga bo'lmaydiganligini aytib kelib, agar mushundaq ishlar dunyoning boshqa joylarida bo'lgan bo'lsa, bu vaqtdagi xabarlar butkul gazetlarni bir olgan bo'ladi dedi. Shundaqla bu hodisani 21-asrdagi dunyoning kelgusidanmi muhim bo'lgan ahvol deb qarashga bo'ladiganligini bildirdi. Amerika Xi Jinpingdan Uyg'urlarni bostirishni to'xtatishni talab qildi. 27-iyul Tayvan inglizcha xabarlar to'g'rida bildirilishicha, Amerika muavin tashqi ishlar ministri Bornis Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatidan qattiq andisha qilayotganligini bildirgan. Amerika muavin tashqi ishlar ministri Bornis so'zlagan nutqida Xitoyning Uyg'ur qatorliq oz-sonliq musulmonlarning madaniyati, dini, tili qatorliqlarga buzg'unchilik qilayotganligini tilga olgan hamda Xitoyning Uyg'urlarga qarata elib borgan bostirish siyosatidan qattiq andisha qilayotganligini bildirgan. U shundaqla Xitoyning bu siyosati tarixda ko'rilib boqmagan bir xil buzg'unchilik, Xitoy bu qilmishini darhol to'xtatishi kerak dedi. Uyg'ur ziyolilar anjumani Washingtonda boshlandi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, 27-iyul kuni Amerika poytaxti Washingtondagi George Washington universitetining zalida Uyg'ur ziyolilar anjumani ochildi. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Uyg'ur ziyolilarining bosh qo'shishi bilan ochilgan bu yig'inda Sharq Turkistondagi og'ir vaziyatni oyoqlashtirish uchun qilishga tegishli xizmatlar ustida nuqtaliq muzokara elib berildi ekan. Yig'in Washington vaqti atigan soat 9:30 da boshlangan bo'lib, bu yig'inga Amerika, Kanada, Avstraliya, Yaponiya qatorliq bir qism davlatlardan kelgan vakillar va Washington atrofidagi Uyg'ur anglag'uvchilardan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Yig'inning ochilish marosimiga Avstraliyadan kelgan Uyg'ur ziyolisi Dr. Mamtimin A'lo apandi riyosatchilik qilgan bo'lib, u ochilish so'zida bu yig'inning maqsad tartiblarini tushuntirib o'tdi. Yig'inning ochilish marosimida Dunyo Uyg'ur qurultiyi oliy rahbari Rabiya Qodir xonim sharaf mehmoni sifatida so'zga taklif qilindi. Rabiya xonim so'zda Uyg'ur ziyolilarining Uyg'ur milliy da'vosini o'ngishliq elib berishda o'ynaydigan rolining intayin muhimligini ta'kidladi. Bugungi bu Uyg'ur ziyolilar anjumanining ochilish marosimida yana Amerikadagi George Washington Universiteti Xalqaro taraqqiyot tadqiqot programmasi mudiri professor Sean Roberts apandimiz so'z qildi. U yig'in zalidagilarni Uyg'urcha salom bilan qarshi oldi. U so'zida oldi bilan bu yig'in maydoni joylashgan o'rinning intayin muhim bir o'rinligini, bu yerning Amerika Davlat ishlari ministrligining yenidili ekanligi, shunga kelajakda yana mushundaq yig'inlar ochilmoqchi bo'lgan taqdirda o'zining davomli yordam qiladiganligini aytdi. Sean Roberts apandi so'zda yana bu yig'inning intayin muhimligini
Bulupmu onun aldınqı kunlari Amerika Davlat Majlisida Sharq Turkistonning vaziyati haqida guvohlik berish yig'ini ochilgan va Amerika Davlat ishlari ministrligi diniy erkinlikni ilgari surish qatorliq intayin muhim yig'inni uyushtirib, Uyg'urlarning vaziyatiga zo'r diqqat paydo qilgan bir paytga to'g'ri kelganligini bildirdi va bu yig'inlarning Sharq Turkistondagi masalalarni tugutishda ahamiyatli bo'lishini umid qilganligini bildirdi. Sean Roberts apandi so'zda yana Uyg'urlarning yillardan beri Xitoy rejimining har turli besim siyosatlariga, ya'ni 21-asrda insoniyat dunyosi ko'rib boqmagan ig'ir inson huquqiy dafsandichiliklarga uchraganligini ta'kidlab o'tdi. U, men va mushu yerdagi hammamizni qattiq andishiga selayotgani hozir Sharq Turkistonda keng ko'lamda yo'l qo'yilayotgan atalmish qayta tarbiya lagerlaridir. Bu lagerlarning qurilish shaklidan qaragandimi, ularning vaqtliq emas, balki doimlik muassasa ekanligi bilinib turadi. Bizda lagerlar haqida to'liq ma'lumotlar bo'lmasa-mu, ammo kun sayin yanama ko'p uchurlar oshkorlanyotadi. Uning ichida kishilarning o'z madaniyati va dinini saqlab qolganligi uchun ig'ir psixik besimga uchrayotganligi ma'lum dedi. U so'zda tarixda yuz bergan yahudilarga qartilgan qirg'inchilik, Kambodjadagi qirg'inchilik va Xitoyning madaniyat zo'r inqilobiy qatorliq fojialarini eslatib turib, men bu asrda bundaq muassasalar mavjud bo'lmasligi kerak deb qarayman. Buningga qarshi so'z qilish hammamizning majburiyati dedi. Professor Sean Roberts apandi bo'lsa yana hozir Uyg'urlarni tadqiq qilayotgan chet ellik tadqiqotchilarning Uyg'ur masalasida o'z mas'uliyatini ado qilish uchun kuch chiqarayotganligini, Xitoyni tadqiq qilganlarning yillardan beri hukm surib kelgan o'z-o'zini cheklash, ya'ni Xitoy rejimining o'ch elishidan ehtiyot qilib, Xitoyni uchuq tanqid qilishdan qochish vaziyatiga xotima berilishi kerakligini tunib yetganligini, har qaysi xalqaro axborot organlarining muxbirlarining Sharq Turkistonda yuz berayotganlarning tunilishi uchun zo'r rol o'ynaganligini bildirdi. Ammo Sean Roberts apandi so'zda yana oqibatda Uyg'urning advokatligini yanada Uyg'urlarning o'zi qilishi kerakligini eskartib o'tdi. Ekilish nutqlaridan keyin Mamtiman Ala apandi yig'in anglovchilariga yig'inning kun tartiblarini tunishtirib o'tib, yig'inning dokulat qismini rasmiy boshladi. Ma'lum bo'lishicha, bu yig'in 2 kun davom qilgan bo'lib, bu jarayonda ziyolilar qanday qilganda Uyg'ur milliy davosini ilgari surish, Uyg'ur davosining har qaysi davlatlar diplomatiyasidagi o'rni, liderlik uslublari qatorliq o'xshamagan mazmunlarda dokulat sundi ekan. Dokulat oxirida guruh muzokaralari o'tkazildi ekan va harakat plani muzokaradan o'tkazilib xulosa qilindi ekan. CNN Xitoyning siz anglab boqmagan insoniyatga qarshi jinoyati mavzusida obzor e'lon qildi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Amerikaning eng nufuzli axborot vositalaridan CNN televiziyasining to'g'ri betida bugun Xitoyning siz anglab boqmagan insonlikqa qarshi jinoyati mavzuliq obzor e'lon qilindi. Obzor mustaqil tadqiqotchi va kishilik huquq advokati Michael Kaster apandi tomonidan yozilgan. Obzorda Sharq Turkistonda navbatda Uyg'ur nufusining %10%ning yig'ib olish lagerida ekanligi paketlari bilan o'ttirg'a qo'yilgandan keyin, bu vaziyatni bugun dunyoda nihoyat oz kishilarning bildiganligi, bilganlar ichida bu haqda pozitsiya bildirayotganlarning intayin ozligi. Endi vaziyatning texmo jiddiylashib, yolg'iz pozitsiya bildirib qo'yishning kifoya qilmaydigan darajaga yetganligi o'ttirg'a qo'yildi. Obzorda vaziyatning qo'rqinchli tarafi sifatida navbatda yig'ib olish lagerlarining ichida ideya o'zgartish uchun ruhiy va jismoniy jihatdan qanday qiyin qistoqlarning bo'layotganligi haqida intayin oz, ammo ansiz uchurlarning ma'lum bo'layotganligi eskartildi. Bu vaziyatga to'g'ri nom berish va unumli tadbir belgilashning muhimligi ta'kidlangan obzorda avtor insonlikqa qarshi jinoyatning ta'birini bayon qilgandan keyin mundaq degan: "Men navbatdagi Xinjiang vaziyatini insonlikqa qarshi jinoyatning butun o'lchamlariga naq tushidi deb qarayman." Mutaxassis Michael Kaster Uyg'urlar haqida gap qilayotgan jurnalist va diplomatlarning lagerlar masalasini cho'qim insonlikqa qarshi jinoyat deb tunishi kerakligini eskartgan. Amerika parlamenti a'zolarining lagerlar masalasida echayotgan yig'in va javobgarlarga qarata Magnitskiy qonunini ijro qilish haqidagi fikrlarini olqishlagan Michael Kaster, xalqaro jamiyatning Sharq Turkistondagi bu insonlikqa qarshi jinoyatni tekshirish uchun mustaqil va qobil bir tekshirish guruhi avatish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Xalqaro diniy erkinlikni ilgari surish yig'ini bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi lagerlarni taqash va tutqunlarni qo'yib berishga chaqirdi. Amerikada Davlat ishlari ministrligining uyushtirishi bilan ochilgan xalqaro diniy erkinlikni ilgari surish yig'ini 27-iyul kuni yig'in oxirida xulosa bayonoti e'lon qilib, Xitoy rejimini Uyg'ur rayonida qurgan yig'ib olish lagerlarini darhol taqash va tutqunlarni qo'yib berishga chaqirdi.
Dunyoning har qaysi joylaridagi ommaviy tashkilot vakillari, diniy rahbarlar va bir qism davlat tashqi ishlar ministrlarining qatnashishi bilan ochilgan bu yig'inning bayonotida oldi bilan yig'in ahlining Xitoyda yashayotgan Uyg'ur, Qozoq, Tungan musulmonlari, katoliklar, protestantlar va Falun Gongchilarning uchrayotgan diniy besim ham cheklamalardan andisha qilayotganligi bildirildi. Ondan bo'libmi Sharq Turkistonda yuz bergan diniy faoliyatlarning cheklanishi, masjidlarning cheqilishi, chet eldagi Uyg'urlarning majburiy qaytirib akitilishi, uning ustiga necha yuz minglagan va balki millionlagan kishining siyosiy tarbiya lageriga solinishi va lagerlardan o'lim xabarlarining chiqayotganligi qatorliq voqealardan qattiq qayg'urayotganligi bildirildi. Yig'in ahli bayonotida xalqaro jamoatga vakolatan Xitoyni diniy erkinlik jihatda xalqaro ahdnomlar bo'yicha bergan va'dasiga amal qilishga va Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlarini darhol taqashga chaqirdi. Amerika Davlat ishlari ministrligining to'r betida e'lon qilingan bu bayonotga Amerikadan boshqa Kanada, Kosovo va Angliya mu imzo qo'ydi. Xitoyning yer shari vaqtigizda bo'lsa tunugun bir maqola e'lon qilib, g'arb axborot vositalarida yaqinqi mezgillardan beri chiqayotgan Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlari to'g'riliq xabar va tanqidlarga javob qaytardi. Xitoyning javobi yanada burunqidek tenib olish va haqiqatni yoshirish bo'ldi. Xitoy Sharq Turkistonda elib berilayotgan kishilarni to'g'ri siyosiy ideya va axloq bilan qorallantirib, razil kuchlarning qaymoqtirishiga qarata taqobilchanligini oshirish uchun ekanligi, buning fuqarolarni qonunga xiloflik qilishdan to'sadiganligi ilgari surildi. Bu xil tarbiyaning inson haqlarining va diniy madaniyatning qo'g'dilishiga foydali ekanligi ilgari surilgan maqolada buning ayni vaqtda Xitoyning qonun va inson haqlariga mu xilof emasligi numus qilmasdan ta'kidlandi. Türkiye Moro musulmonlarga avtonomiyalik huquqi berilishidan xursandligini bildirdi. Türkiye Filippin prezidenti Rodrigo Duterte'ning Moro musulmonlarga keng doiralik avtonomiyalik huquqi berilishi nishon qilingan qonun taklifini ma'qullashidan xursand ekanligini bildirdi. Türkiye Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Türkiye Tashqi ishlar ministrligi tomonidan bu haqda e'lon qilingan yozim bayonotda mundaq deyildi. Musulmon Mindanao'da Bangsa Moro avtonom rayoni nomi ostida yangi bir siyosiy rayon tashkil qilinishi maqsadida qonun chiqargan Filippin hukumati Moro islomiy ozodlik oldingi sepi va boshqa guruhlarning tirishchanliklarini taqdirlashga arziydi. Munosabatli taraflarning siyosiy irodasi va aql parostisining soyasida tinchlik musofasida nihoyat zo'r ilgirlashlar hosil qilindi. Bangsa Moroda adil va uzoq mezgillik tinchlik, muqimlik va farovonlikning ishga oshirilishi yo'lida tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Bu qonun taklifi zo'ravonlikni o'z ichiga olgan oshqunlik va terrorizmning asosli manbalariga qarshi kurash uchun muhim fursatlarni yaratib berish bilan bir vaqtda Bangsa Moro xalqiga texmi yaxshi bir kelajak uchun umid chirig'i yondirmoqda. Turkiya oldimizdagi bosqichdami tinchlik musofasidan sirt yana rayonning iqtisodiy va ommaviy taraqqiyotiga yordam berishni izchil davomlashtirdi. Egilincha Filippin prezidenti Rodrigo Duterte Moro musulmonlarga keng doiralik avtonomiyalik huquqi berilishi nishon qilingan qonun taklifini tunugun ma'qullagan bo'lib, qonun taklifining qonunlashishi uchun eng baldir bo'lganda 90 kun ichida, eng kechikkandimi 150 kun ichida Moroliqlar yashayotgan rayonda referendum o'tkazilishi kerak ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shunaqa programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.